raz bir ovoz bormi? Ovoz bor. Ovoz bo'lmasa aytinglar, ovoz o'chib qoldi deb. Faqat ovoz bor menimcha. Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat bizani efirlar yana davom etadi. Efir qilish uchun hamma sharoitlar mavjud. Faqatgina qon kerak. Ovoz past bo'lsa, ovoz balandlatib qo'yinglar. Menimcha ovoz yaxshi. Hozir men ham o'zim kirib ko'raman, qani. Tak. Raz. Da, ovoz bor, ovoz yaxshi. Agar kimdir past bo'ladigan bo'lsa, ko'tarib qo'yinglar anaqalarni. Tak, bo'lmasam soat 10 da efirimiz boshlanishi kerak edi. 10 da efirimiz boshlandi. 5 daqiqa kutib turamiz. Kirateklar kirib oladi. Bugungi temamiz ikkita strategiyadan iborat bo'ladi. Ikkala strategiya ham katta strategiyalarning kichkina qismchalari. Ya'ni har efirda kichkina qism tushuntiraman. Keyin katta strategiyani sizlar xudo xolisa bir oyda tushunib olishinglar mumkin. Men bitga yozaman, doskaga to'g'ri, doskaga yozaman. Demak, bugungi translyatsiyamizda ikkita qismdan iborat. Birinchi qismi bu SMC strategiyasini kichik bir bo'limchasi, ikkinchi qismi bu matematika. Esinglarda bo'lsa, matematika. Esinglarda bo'lsa, sizlarga aytdim, kimdadir matematikani yaxshi biladigan bo'lsa, zo'r strategiya bor deb aytgan edim. O'sha strategiyaga ozgincha boshlanishini tushuntirib qo'yaman, qolganini o'zingizlar izlab topishingiz kerak. Demak, hammani boshqatdan yana qayta efirda ko'rib turganimdan xursandman. Biz yana qayta efirlarni ochdik mana. Strategiyalarni o'rgatishda davom etamiz. Всё. Va iloji bo'lsa efirni boshqa o'rtoqlarga ham jo'nab turinglar, ular ham kirishsin, ko'rishsin. Har holda bunga pul to'lamayapsizlar, bu tekin. Har holda bunga pul to'lamayapsizlar. Ovoz past. Nahotki ovoz past. Menimcha ovoz yaxshi shekilli. Raz. Ovoz boryaptimi, ovoz? Mana endi ovoz yaxshimi? Qani, endi ishlatyapti, mana ovoz ko'tardim ozgina. Ovoz zo'r deyshadi, ovoz cho'tka, ovoz zo'r menimcha. Xo'p. Hamma kimdadir zo'r, kimdadir past. Menimcha kimdadir zo'r, kimdadir past bo'lsa, o'sha past bo'lgan odamlarda boshqa bo'lsa kerak. Chunki bizning efirimiz qaysi odamlar uchun baland, qaysi odamlar uchun past zvuk jo'natmaydi. Bir xil YouTube'ga jo'natiladi. Tak, o'zingizlar yaxshimisizlar? Boshlab oldinglarmi? Bugun dushanba savdolarni. Tak. Kutib turamiz bo'lmasam paka. 2 daqiqadan keyin strategiyani tushuntirishni boshlayman. O'shaning uchun qolganlarga ham jo'natinglar. Qolganlar ham ko'rishsin. Yana qaytaraman, siz o'rgansangiz ham, boshqalar o'rgansa ham bu sizga minusi yo'q. O'shaning uchun bemalol hammaga jo'natishingiz mumkin. Все. Efir saqlanib bo'ladi. Bu efirni effektiga bog'liq. Agar efir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, effektivni bo'ladigan bo'lsa, sizlarga foydali bo'ladigan bo'lsa, qo'yamiz. Agar foydasiz bo'ladigan bo'lsa, qo'ymaymiz. Bu tugagan deyman bu narsani. Tugagandan keyin gaplashamiz. Va yana MFF shotni yutgan odamlarni ertaga jonli efirda aniqlaymiz. Ertaga SMMchilar o'zlari efir ochib, o'zlari random tanlab kommentar yozganlarni bilasizlar, o'sha postimiz bor edi. Postimizda kommentar yozganlarni ichida topamiz va 3 ta MFF shotlarni taqdim qilamiz ertaga. Bugun shunchaki strategiya. Tak. 1 daqiqadan keyin boshlaymiz. O'zi bizani eski obunachilarimiz menimcha o'sha yo'qib ketgan. Hammasi yo trader bo'lib ketgan yoki qayerdadir yuribdi. Oldingi darslarimiz bo'lardi, eslarda bo'lsa, ularni hozir zakriti qilib qo'yganman. Paka zakriti qilib qo'yganman. Sababi u yerda qo'shimcha narsalar qo'yish kerak bo'lgan, kam bo'lib qolgan. Uni kam qilib efir qo'yib qo'yadigan, o'sha video saqlanib qo'yadigan bo'lsak, negativlar ko'payib ketdi. Ma'murjon aytmabsiz-ku, mana bunaqa qilmabsiz-ku. Ha, bilaman, aytmaganman o'sha paytda ham aytganman. Bolalar ключевой joy qolib ketadi, qolgan joyi tushuntiraman deb.
Shotdamiz eskilar. Mana eskilar ham bor ekan. Eskilar ham bor ekan. Oldinlari Isarda bo'lsa efirimizda 2000 ga yaqin odam o'tirardi. Paka hozircha 1000 taga ham chiqarganimiz yo'q. Bu endi efir birinchi bo'lgani uchun shu efirlarni paftor qilib turibsa, aktiv ham ko'tarib olamiz. Keyin bemalol yana strategiyada o'tiramiz. Mani xarakterim bilasizlar, agarda aktiv qanchalik zo'r bo'lsa, shuncha ko'p strategiya o'taman. Qanchalik aktiv chotki bo'lsa, men ham maza qilaman deb sizlarga narsani o'rgatib turaman. Shuning uchun aktiv ushlab turinglar. Всё. Bo'lmasam gap ko'paytirmayman, strategiyaga o'tamiz. Birinchi narsa bu SMC haqida gaplashamiz. SMC Smart Money Concept strategiyasi. Bugun bizga kerak bo'ladigan 3 ta narsa bor Smart Money Concept ichida. Demak, SMC bu aqlli pullar konsepsiyasi. Bu haqida oldin gaplashamiz. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu OB. OB deb yozaman. To'xtaydi, mikrofon sal yo'roq qo'yib qo'yman. Klaviatura sharq beryapti. Demak, birinchi tushuntirishim kerak bo'lgan narsa bu OB. Qisqartmasi OB yoziladi. Aslida bu order block. Order block haqida to'xtalib o'tmayman, bu haqida tushuntirganman. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa FVG, favorable gap degan ingliz tilida, o'zbekchasida to'g'ri imbalance deb tushuntirganman sizlarga. Bu haqida efirimizda bor, ko'rasiz bo'ladi. Uchinchisi voyay. Mitigation deyiladi. Mitigation bu order block test qilish jarayoni. Всё, mana shulardan foydalanamiz. Boshqa SMC narsalari bor, yana mana shu order flow degan narsalar bor, liquid zone degan narsalar bor. Ularni sekin-sekin tushuntirib o'taman. Birinchi tushuntirgan narsam order block bu nima? Order block narx yuqoriga yoki pastga ketayotganda razvorot shakllantirganda hosil bo'ladigan zona mana shu order block deyiladi, ya'ni narx razvorot qilgan joyi. Mana bu lokal order block, mana bu global order block deyiladi. Sabab tepaga chiqayotganda, ya'ni maksimaldan ko'ra yangi maksimal yasalyapti, maksimaldan ko'ra yangi maksimal yasalyapti, lekin mana bu maksimaldan ko'ra maksimal kichrayib qolgan va mana shu minimaldan ko'ra mana bu minimal kichkina bo'lib qolgan. Ya'ni narx razvorot shakllantirgan holatda bizda order block paydo bo'ladi. Demak, tushunib oling. Bitta paftor qolgan order block. Undan keyingisi FVG imbalans. Imbalans bu nima? Bitta switcha va impulsnoy switcha. Impulsnoy switchadan keyin yana bitta switcha bo'ladi. Biz qiladigan ishimiz mana shu impulsnoy switchani kesib olish. Ya'ni oldingi switchani izi bo'ladi, keyingi switchani izi bo'ladi. Mana shu ikkala izni kesib olamiz. Ya'ni mana bu joy, mana bu izdan kesamiz, mana bu izdan kesamiz va o'rtada bu hosil bo'lgan zonamizni, mana shu zonamizni u imbalans deyiladi, ya'ni bo'shliq. Mana shu bo'shliq. Demak, imbalansni ham bitta qaytarib oldik. Imbalans nimaligini. Keyingisi mitigation. Mitigation bu nima? Mitigation misol uchun bizda mana bundoq narx chiqib turib bitta impulsni pastga tushsa va yana mana shundoq chiqib turib order blockdan berish holati mana shu mitigation deyiladi. Ba'zilar mitigation deb zerkalni order blockni aytishadi, lekin asl mohiyati mana bu joyda hosil bo'lgan order blockni test qilish jarayonidagi mana bu zonamiz, ya'ni chiqib borish tarzi bu mitigation deyiladi. Vot shunaqa. Uni ham qaytarib olib, endi uchalasini birlashtiramiz. Birinchi boshida ham tushuntiraman. Liquid zona degan narsa bor. Likvidatsiya. Liquidity deb aytiladi. Likvidatsiyada o'zbekchada likvidatsiya deyshadi. Liquid zona nima? Liquid zona teng zonalar hisoblanadi. Misol uchun narx bitta joyga keldi, qaytdi. O'sha ikkita joy bitta joydan qaytdi, ya'ni bizda resistance zonasi bor deymiz. Ko'pchilik mana shu resistance zonasi deydi. Mana shu resistance zonasi hosil bo'lgan mana shu joylar, bular pul yig'iladigan joylar, ya'ni pul tiqilgan joylar hisoblanadi va mana shu narsa liquid zona deyiladi. Bu liquid zona 2 talik bo'lishi mumkin, 3 talik bo'lishi mumkin yoki mana bundoq kelib turib 4 talik bo'lishi mumkin. Mana shu liquid zona. Endi qoidaga o'tamiz. Strategiyaga o'tamiz. Tak, mana kerak emas bizga. Strategiya nimadan iborat? Agarda bizda narx, birinchi strategiya bu narx mana shundoq, masalan 2 tami, 3 tami farqi yo'q. Mana 2 tami, 3 tami liquid zona hosil qilsa, mana shundoq liquid zona, ya'ni qaysi zonalar hosil qilsa va impulsnoy uni yorib o'tsa, impulsni yorib o'tib, sraz orqaga qaytib kiradigan bo'lsa, mana shundoq mana qaytib kiradigan bo'lsa, endi mana bu narx pastdan kelgan bo'ladi. Mana bundoq tepaga chiqib, kelib turib, hamma mana shu liquid zonani o'zbekchada yechildi deyiladi. Liquid zonani yechib tashladi deydi. Mana bu joyda tiqilgan pullarni hammasini yechdi va narx yana orqaga qaytib kirgan holat. Bu joyda hosil bo'lgan narsa bu order block.
Order blok mana bu qaylishdagi hosil bo'ladi. Bu yerda nima hosil bo'ladi? Bitta svichamiz, misol uchun ko'k, ikkinchi svichamiz esa qizil. Asosan paklashena bo'ladi. Ko'pincha paklashena bo'ladi, ba'zida ikkita teng switch bo'lib qoladi. Mana shu joydagi paklashenadan oldingi mana bu kichkina switchamizni biz order blok zonasi deb olamiz. Mana shuni order blok zonasi deb olamiz va tekshiramiz order blokdan keyin hosil bo'lgan imbalans bormi, yo'qmi? Eslarda tursin. Agarda order blokdan keyin imbalans hosil bo'lgan bo'lsa, bu ideal holat hisoblanadi. Lekin order blokdan keyin imbalans hosil bo'lmasa, bu noideal holat hisoblanadi. Ya'ni noideal jarayonda biz kamroq risk bilan bozorga kiramiz, lekin imbalansi bor joyda, ya'ni favor value gap nima inglizchada gapiryapman, favorga bor joyda riskov emas, bir normalniy pul bilan kirsa bo'ladigan holati. U qanaqa bo'ladi? Masalan, narx tepaga chiqib qaytdi. Aytaylik bizada mana shu joyda bitta svichani ikkinchi svicha paglashini qilgan. Hamda yana bitta svicha paydo bo'lgan. Mana shu svicha paydo bo'lgandan keyin mana bu joydagi impulsni svichamiz izi bor, undan oldingi svichani izi bor va paglashinadan oldingi kichkina svichamiz izi bor. Va o'rtada mana shu joyda yana bitta mana imbalans paydo bo'ldi. E'tibor beringlar, mana bu yerda order blok bor, order blokdan keyin FVG deb yozib qo'yaman, imbalans bor. Imbalans bor. Mana shu holat bo'lsa, mana shu holat bu ideal holat deyiladi. Idealniy holat. Endi biz nima qilamiz? Biz 3-mitigationni kutamiz. Mitigation degani zonaga narx qaytib sekin kirishini. Imbalansga kirgandan keyin ana undan keyin siz sellga kirsangiz bo'ladi. Ya'ni narx tepaga chiqqandan keyin sellga kirsiz. Qachon? Qachonki manba FVga zonaga kirgandan keyin sizda masalan manba tepaga ketayotgan svichlar hammasi ko'k bo'lsa, bitta qizil switch paydo bo'ldimi? Bo'ldi. Mana shu joydan sellga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Stop loss qat'iy qo'yiladi, maksimalga qo'yiladi. Mana bu yerdan sell, mana bu yerga stop loss 1 ga 2, 1 ga 3. Endi bu pastdagi zonaga qarab, mana bu zona qatdan qaytganmiz, o'shanga qarab qilinadi. Endi bu yerga Fibonacci ham tortiladi. Fibonacci keyinchalik o'rgatib qo'yaman. Fibonacci bu idealniy bo'lib qoladi. Idealniy bo'lib qoladi. Fibonacci imni zonasini ko'rsatadi. Mana shu narsani sizlarga tushuntirmoqchiman bugun mana shu narsani. Demak, smart moneyning kichkina bo'limchasi bu. Agarda likvid zonani narx yorib o'tsa va qaytib kiradigan bo'lsa va orada sizda imbalans hosil qilgan bo'lsa, biz order blokni chizib olamiz. Undan keyin imbalansni chizib olamiz. Agar bizda imbalans bo'lmasa, biz order blok zonani chizib turib, sellga order blokdan kiramiz. Agar FVga, ya'ni favor value gap bo'lsa, bu FVga dan kiramiz. Va o'sha joydan biz pastga ishlab olamiz. Faqat mitigationdan keyin, mitigation bu zinama narxni qaytib borishi, mana shu zinama jarayon order flow deyiladi. Order flow mana shu narxni bir tomondan ikkinchi tomonga supply yoki demand zonalarni harakatlanishi. Ya'ni masalan pastga mana shunday tushib, mana shu order flow yoki-da tepaga yo'nalishi, mana shu ham order flow deyiladi. Mana bu joyda tepaga yo'nalgan order flow bor, ya'ni kichkina zonachalar. Bu yerda boss cho'ch degan narsalar ham bor. U narsani keyin tushuntirib beraman. Faqat hozircha qisqacha tushuntirdim. Keyinlar endi mana shu narsani grafikdan ko'ramiz. Bugun Signal kanalida berilgan signal xuddi shundan berildi. Mana hozir o'sha joyini ko'rsataman sizlarga. Mana bugun nima bo'ldi? Vot. Mana endi qaranglar. Tillada o'tgan hafta mana bu joyda mana likvid zona hosil bo'lgan. Likvid zona tepada hamda pastda hosil bo'lgan mana. Mana bu resistance deysizlar, mana buni support deysizlar. Pastdan ham tepadan ham udar bor. Narx bitta, ikkita narx orasida o'ynab yuribdi va mana bu joyda narx impulsnoy pastga tushdi. Tushib ketdi degani mana bu joydagi hamma likvid zonani yechdi degani. Hamma likvid zonani yechdi va hammani stopini oladi. Mana bu yerda kimdir buy kirganmiz, stop loss albatta mana shu yerga qo'yadi. Hammani buychilarni stopini bitta oladi mana bu joydan. Buychilarning bitta stopini oladi va mana bu sellchilarning tepada stop bo'ladi. Buychilarning stopini olgandan keyin narx tepaga impuls bilan harakatlandi va sellchilarning ham stopini oldi va undan keyin narx tepaga ketdi. Lekin SMC ni biladiganlar mana bu joyda likvid zona yechgandan keyin qaytib kirishini kutadi. Va narx qaytib kirdi. Kirgandan keyin bizda nima hosil bo'lgan? Bizda impulsli svichamiz bor. Impulsli svichamiz bizda imbalans hosil qilgan. Mana o'sha narsa. Mana bu yashil svichadan keyin uzun impulsli svichamiz, uzun impulsli svichadan keyin bitta yashil svichamiz. Demak, biz qiladigan ishimiz hozir mana shu yashil svichani kesishimiz kerak, chapidan va o'ngidan. Chap tomondagi yashil svichadan kesdim, o'ng tomondagi yashil svichadan kesdim. Mana o'rtada menda hosil bo'lgan narsa bu FVG, ya'ni imbalans hosil bo'ldi, bo'shliq hosil bo'ldi. Birinchi qiladigan ishimiz bo'shliqdan biz bayga kirishimiz.
Demak, narx tepaga o'tdi, mana bu zonalarni hammasini yorib o'tdi, hech qanaqa stop losslar qolmadi va undan keyin narx past qaytib kiryapti, imbalansni o'zidan narx tepaga ketyapti. Bu joyda biz imbalansda o'ziga Fibonacci tortib ko'rishimiz mumkin. Imbalans mana tezkor tortib qo'yman. Вот, mana imbalans o'ziga tortib qo'yishimiz mumkin. Bizda mana bu zonamiz bor, buni keyin tushuntiraman, bekor oqib qo'ymaganman. Mana shu zonada mana atkatda berdi. Tak bizda imbalans ishlab bo'ldi. Imbalans ishlab bo'ldi, lekin narx e'tibor beringlar, maksimalni yorgani yo'q. Qaytdi, Favorable gap zonamizga qaytdi. Buni ba'zilar mana bu zonalarni, ya'ni resistance zonani yorib o'tib, keyin tepaga ketdi deb o'ylaydi. Tepaga o'tdi, lekin maksimal yorgani yo'q, narx orqaga qarab qaytdi. Qaytgandan keyin endi biz qiladigan ishimiz order blokni topishimiz. Order blok bu mana shu impulsive switchdan oldingi mana bu yashil switchamiz hisoblanadi. Mana shu order blokni olib olamiz, mana bu yashil switchni olib olamiz va mitigationni kutamiz. Mitigation ya'ni mana bu narx mana shunday zonalar hosil qilib kelishi va bitta impuls mana narx уже keldi, Favorable gap yop bo'ldi va order blokdan impulsni tepaga harakatlandi. Bunga endi Fibonacci'ni qo'shishimiz mumkin. Fibonacci minimaldan maksimalgacha birdan o'ngdan tortamiz. Mana bu yozuvlar mana ko'payib ketdi, o'chirib turamiz. Xo'p, qaychi zonasini mana ko'ryapsizlar, 61.8 zonadan narx tepaga ketgan. 05 va 06.18 zonalar bekor qizil zona qo'ymaganmiz. Bu dead zonalarimiz, o'lik zonalarimiz. Imminent narx mana shu joydan atkat beradi. Imminent narx mana shu joydan atkat beradi. Bugungi signal kanalida bergan signallar mana bu joydan buy edi, mana bu joyda yopamiz dedik. Imminent tochkasiga. Nima sababdan tepada yopamiz dedik? Chunki tepada riskovni zonamiz bor. Yangi maksimal bo'lib qolgan, yangi maksimaldan minimalga tortamiz va 61.8 zonada yopishimiz kerak. Biza 05 dan sal o'tganda yoptirib oldik bitimlarni. Вот. Mana shu narsani sizlar yodlab olinglar. Kelajakda juda ham zo'r kerak bo'ladi sizlarga. Mana bu joyni olsanglar bo'ladi, misol uchun. Tak, bo'lmasa bunday qilamiz. Men o'zim ko'rsatmay, hozir soxta bo'lib qolmasin. Kommentariyada hozir yozinglar, qaysi para, qaysi time frame, o'shani yozib, o'sha joyni tekshiramiz shu strategiyani. Faqat para yozganlarni yoniga time frame yozib ketinglar. Qaysi time framedan qaysi parani tekshiringlar. O'sha joyni yozib qo'yinglar. NF'da bo'ldi. Da bu NF'da bo'ldi. NF'da bo'lmagan joylari ham bor. Tak, tilla M15. Qanchalik kichkina time frame ishlasangiz, shunchalik riskovli bo'ladi. Kattaroq time frame idealniroq hisoblanadi. O'shancha iloji bo'lsa kattaroq time frame qilinglar. Mayli, birinchi bo'lib yozgan odam tilla M15 minutli deb yozibdi. Qolganlar faqat font kachfa yozgan va vaqtini yozmagan. Gulnoza Do'stmuradov yozibdi. Tilla M15. Tilla M15 tekshirib ko'ramiz. Tak. Tilla M15 sanani olamiz, misol uchun o'tgan haftani boshidan boshlab tekshiramiz. Xo'p, bizda hosil bo'lgan narsalar endi. Tak, paka bizda hozircha hech narsa yo'q bu yerda, likvid zonalarimiz yo'q. Вот mana bitta ideal holat bor. Tak. Zonani olasizlar, mana bu zonani olasizlar, narx zonani yorib o'tgan va qaytib kelgan. Mana bu narsa mitigation deyiladi. Mitigation deyiladi. Hali bossshotcha o'rgatgan videoyim bor, o'shani ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana bitta boss hosil bo'lgan, mana bu boss deyiladi. Boss hosil bo'lgandan keyin bizda order block mana bu zona hisoblanadi. Bu haqida order block haqida ham tushuntirgan bo'ldim va narx impulsni harakatlangan. Bu yerda imbalans yo'q. Bu yerda imbalans yo'q. O'shaning uchun bu riskovli zona hisoblanadi, lekin ishlagan. Yaxshilagan. Boss hosil bo'lgan, narx tepaga o'tgan, yorib o'tgan va pastki mitigation hosil qilgan. Mitigation degani mana shunaqa narxlar maydalashib kelishi. Mana bu joyda maydalashib kelgan joyda imminni ko'rib turibsizlar. Liquid zona hosil qilgan mana. Mana rosa soat 9 dan kechki soat abitdan 13:45 gacha, 9 dan 13:45 gacha bitta zonani yora olmasdan yururgan va bitta yorgan. Mana bu liquid zonalarni yechgan. Mana shu yechish jarayonida order blokka kirgan. Narx order blok kirgan va impuls bilan tepaga harakatlangan. Demak, bizda mana bitta liquid zonalari yechildi, narx impuls bilan tepaga ketdi. Biz kelajak uchun mana o'z mana bitta olingan baylar tepada yopiladi. Plus kelajak uchun mana bitta zonani riskovni faqat bu ham, chunki bu yerda imbalans yo'q, prosta narx ketgan, impulsni sevicha bo'lsa boshqa bo'ladi. Olasizlar, riskovni zonaga narx kelyapti, bu yerda atkatimiz bor, lekin baribir narx past ketib ketyapti. Mana bitta atkatimiz bor, lekin baribir atkat past ketyapti. Atkat bo'lgan 32 punkt bo'lgan xolos. Mana bittaga order blokimiz bu idealni ishlab bergan, chunki narx bossni yorib bo'lgan. Всё.
O'zi bu yerda katta anaqani ham ishlatishimiz kerak edi, time frame, mayli katta time frame keyin tushuntirib beraman. Xo'p, mana bu joyni ko'ramiz endi. Narx tepaga zonalar hosil qilib kelyapti va impulsni harakatlangan. Bu yerda mana bitta bosslarimiz bor, mana bitta boss, mana bitta boss, mana bu cho'ch bo'ladi, mana bu boss bo'ladi, mana boss. Bu ham boss. Boss. Paka hozircha hech qanaqa likvid zonalarni yechgani yo'q. Ya'ni mana bunaqa zonani. Masalan, mana bitta bizda likvid zona bo'lganda edi, bitta yechib qaytganda zona qilib olardik, lekin bitta yechibdan qaytgan. Tepaga prosta ketgan. Mana bu likvid zonalarni yechgan xolos mana. Mana bu likvid zonalarni yechgan, tepaga impulsni ketgan, order blok bor. Order blok bilan orqa zonamiz, order blok narx tepaga ketgan. Undan keyingisi mana bu bossni yorish jarayoni mana bitta. Yorib qaytib kiryapti. Qaytib kirgandan keyin mana bitta yana bitta order blokimiz bor. Order blok yana impulsni ketyapti. Undan keyin yorib o'tdi. Ya'ni mana bu yangi boss yorib o'tdi. Yangi boss yorib o'tgandan keyin order blokimiz yana oxirgi atkat zonamiz mana 3 ta qizil zona bo'lib qoladi. Oxirgi zona. Yana kirib, yana ketyapti. Xuddi shu jarayon ketma-ketlikda ketyapti mana. Ketma-ketlikda. Mana bitta order blokimiz bor. Narx tepaga chiqdi, pastga tushdi, lekin order blok yetib kelmagan. Sababi Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, bizani mana bu deadline zonamizda impulsni tepaga harakatlangan. Order blok agarda sizda deadline zonadan pastroqda bo'ladigan bo'lsa, siz iloji boricha deadline zonadan bayga kirishingiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Misol uchun narx tepaga ketdi. Bizda misol uchun mana bitta kichkinagina order blokchamiz bor va impulsni harakatlandi. Mana shundan ketgan bo'lsa va biz Fibonacci mana shuni tortadigan bo'lsak, mana shu order blok mana teparoqda. Mana misol uchun order blok mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, lekin bizning deadline zonamiz mana shunda bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu zonadan sirli kirishga harakat qilishingiz shart. Bu yerda xuddi shu narsa bor. Hozir bunga misol juda ham ko'p. Mana bu joyda, ana endi mana bu joyda pastdanlikli zonalarimiz bor, mana tepadanlikli zonalarimiz bor, lekin narx tepaga bitta impuls qaytib kelgani yo'q. Bu yerda hozirgi o'rgatgan strategiya emas, boshqa strategiya bor. Prosta news chiqqandan keyin impuls, global trend o'zgarishi. Biz bu yerda mana bu joyni order blok qilsak bo'ladi. Ya'ni impuls boshlangan joy. Kelajak uchun bu. Bu kelajak uchun. Tak, endi mana shu joyda ham xuddi shu strategiya, ya'ni maksimaldan minimalgacha tortasiz. Bizda order blok zonamiz bizning deadline zonam tepada, lekin narx deadline zonamizdan pastga qulagan. Bu haqida alohida keyingi strategiyalarni tushuntirib o'taman. Nima sababdan imla 0.35 va nima sababdan imla 0.79 bu haqida tushuntirib o'taman keyingi strategiyalarimizda. Tak, biz bugungi o'rgatgan strategiyam bo'yicha hozir mana tushuntirmoqchiman. Tak, вот, bitta impulsni qaytish bor. Вот, mana bitta olsak bo'ladi. Bizda mana bitta likvid zonamiz bor, ya'ni pullar yig'ilgan joy bor. Mana bitta qarshilik, narx yorib o'tdi tepani va qaytib kirdi. Qaytib kirgandan keyin bo'ldi, bizda order blokchiz bo'lamiz. Xo'p, qaytib kirgandan keyin bizda maksimaldan keyingi zonamiz mana shu likvid zonani order blok sifatida qabul qilib olamiz. Bu endi kelajak uchun. Вот. Kelajak uchun likvid zonalarimiz bor edi, likvid zonalarimiz narx tepaga yechdi va qaytib kirdi. Kirgandan keyin biz order blok mana shu likvid qani maksimaldan keyingi zona qilib olamiz. Maksimaldan keyingi zonamiz mana bu joyda likvid zona, ya'ni yana pul tiqilgan joy bo'lib qolgan. Olamiz, narx pastdan tepaga razvorot qildi, kirdi, shu joydan sirli kirishimiz kerak va narx impulsni ketgan. Biz yana Fibonacci tortib ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Mana shu tarzda. Ko'rgan bo'lsangiz, mana shu imminni dead zonamizdan ketgan yana. Yana o'sha dead zonamizdan ketgan. Вот, bugungi birinchi strategiya shundan iborat edi. Men ko'p vaqtini olmayman, chunki o'zimning vaqtim sal kamroq. Birlikda borgan joylar bor. Yana qayerda bor? Imminni likvid zonalarni yechib, keyin ketgan joylar. Вот, mana bitta bor ekan. Всё. Вот, qaranglar. Qarshilik, support ketgan. Bitta impuls hammani stopni oladi. Kimdadir bayda bo'lsa, hamma mana bitta stopni qo'ygan bo'lsa, bitta stop bo'ladi va narx tepaga ketdi. Ana endi biz mitigation kutishimiz kerak kelajak uchun. Faqat bu opasniy holat. Nega? Chunki bizda imbalans yo'q. Impulsning tepaga ketish yo'q. Shunchaki stoplarni yig'ishtirib keyin ketyapti. Impulsning narsa yo'q. Shuning uchun biz maksimaldan keyin birinchi zona, mana bu order blok mana impulsning mana shu zonani olamiz kelajak uchun. Вот mana. Bitta ozgina yorib qo'ygan ekan. Mana ozgina stoplarni olib keyin ketgan ekan. Agar shunaqa holat sizda ko'rinadigan bo'lsa, bu global cho'ch deyiladi. Agar sizda shunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, bu global cho'ch, ya'ni narx trend razvorot qiladi degani. Masalan, mana hozir ko'ramiz.
Mana bu joyda trendimiz tepaga edi. Bizda mana shu narsa hosil bo'ldi, trendimiz o'zgargan, mana trendimiz pastga. Всё. Biz mana bu joyda Fibonacci'ni teskari tortib ishlasak, masalan, mana bu maksimaldan minimalgacha deadline zonadan narx tepaga ketadi. Mana bunaqa qilib ishlasak, misol uchun. Вот mana bu yerda ham zo'r ishlab bergan ekan shu. Bugungi strategiyamiz. Mana bu yerda mana likvid zonalarimiz bor. Mana likvid zonalarimiz bor. Narx bitta tushib likvidlarni yechdi, tepaga chiqdi. Tepaga chiqqandan keyin biz order blokni olishimiz kerak. Order blok mana bu yerda switchamiz. Narx paka unga kirmagan. Sababi maksimaldan minimalga tortamiz. 60.8 dan ketgan ekan. Narx tepaga ketdi, trend o'zgardi. Trend o'zgardi. Tepadagi likvid zonalarni yechdi mana bu yerda. Trend o'zgardi. Shu bilan Fibonacci'ni mana shu maksimaldan minimalga tortib ketaveramiz. Ana undan keyin bu trend o'zgargandan keyin bizda yana mana bu likvid zonalarimiz bor ekan, bu yoqda yechilgan, no pastga tushmadi. Agarda sizda likvid zonalarni yechib ketmagan bo'lsa, Fibonacci tortib ketaverasiz. Yechib ketmagan bo'lsa bo'ldi, Fibonacci tortib ketaverasiz. Как mamanga o'xshab mana. Mana bu yerda ham likvid mana zonalarimiz bor. Likvid zonalarimiz narx bitta impuls bilan tushib hammasini yechdi. Mana likvid zona hammasini yechdi va narx qaytib kirdi. Qaytib kirgandan keyin yangi maksimal yasadi. Mana maksimaldan keyin yangi maksimal yasadi, narx qaytib kirish boshladi. Mana shu mitigation deyiladi. Ya'ni mana bu jarayon. Kelyapti, bitta impuls pastga tushyapti, bitta impuls pastga tushsa bo'ldi, narx ketdi, silg'idi, kirib qo'ymaydi. Nimaga? Chunki bu trend o'zgaryapti. Maksimaldan ko'ra yangi maksimal bor. Undan oldin likvid zonani yechib keyin qaytib kirib ketgan. Biz qiladigan ishimiz Fibonacci tortishimiz kerak. Minimaldan maksimalgacha. Mana bu minimal, mana bu maksimal. Trend o'zgargan joyi. Va mana buni o'chib turaylik. Va bizda mana 60.8 0.5 zonamizdan ketgan. Kelajak uchun mana bu narsa, mana bu zona kelajak uchun order blok vazifasini bajaradi. Kelajak uchun bu. Kelajak yetganmiz. Kelajak uchun mana shu zonani o'zlariga order blok sifatida olib qo'yishlar bo'ladi. Tak shu. Yana xatta bor mana. Buni ham misollar juda ham ko'p. Imini hammani stopni olib qaytargan joyi. Misol uchun mana bitta mana. Bitta, ikkita ketdi, uchinchisi yorib o'tdi, hammani stopni oladi va qaytib kirdi. Qaytib kirgandan keyin biz yana olamiz mana shu zonani sirrazi order blok sifatida pastga tushdi. Mana bu mitigation bo'ladi. Mana bu mitigation. Bu mitigation emas. Sirrazi qaytib pastga tushgan bo'lsa, bu mitigation emas. Agarda sizda impuls qaytib kirib, dash pastga tushib, yana impuls bilan chiqayotgan bo'lsa, bu opasniroq. Ehtiyot bo'ling, opasniroq. Nimaga? Bizga mitigation degan narsa kerak. Ya'ni narxlarni sekinlik bilan order blokka borish. Mana bu mitigation sekinlik bilan order blokka borsa, sizlar snayperlarni tayyor qilib turasizlar va snayper bo'yicha kirasizlar. Maksimaldan minimalga tortamiz. Yana o'sha bizning zonamizdan pastga impulsni harakatlangan. Всё, как shunaqa. Yana mana bu yerda yana zonalarimiz bor ekan, mana bitta, ikkita, uchta, mana bu yerda ham bor, uchinchisi 3 ta zona hosil qilgan, bu likvid zona yana bitta yechyapti. Mana bu yerda kimni stopi bo'lsa, stoplarni yig'ishtiryapti, qaytib kiryapti. Kirgandan keyin qiladigan ishimiz maksimaldan keyingi birinchi zona bu order block. Bizda favorable gap, ya'ni imbalansimiz yo'q. Balki mana bu uzun switchamizni olamiz, endi majburmiz, juda katta ekan switchamiz. Mana bu qizil. Mana bu qizil, yashil olamiz va Fibonacci tortamiz maksimaldan minimalga. Narx pastga tushyapti, biz sellga kirmaymiz, shunchaki mitigationni yana kutamiz. Mitigation kutamiz degani mana bu joyda narxlar yana sekin tepaga ketishini va bizning zonamizda yana narx impulsdan pastga ketyapti. Всё. Demak, bugun tushunib olgan narsalar bizda birinchisi likvid zona hosil bo'ladi. Likvid zona bo'yicha ishlab turasizlar. Mabodo sizlar stoplarni urib tepaga chiqib qaytib kiradigan bo'lsa, siz uchun уже boshingizga baxt qush qo'ndi. Ana endi siz order blokka chizib olasiz. Undan keyin imbalans bormi yo'qmi tekshirasiz va mitigationni kutasiz qaytib kirishini. Qaytib kirgandan keyin Fibonacci tortasiz 60.8 zonadan 0.705 0.9 zonagacha oralig'ida уже razvorot shakllanish kutasiz, kichikroq time frame razvorot shakllanish kutasiz. Razvorot shakllangandan keyin sizlar kirsangiz bo'ladi. Razvorot qanaqa shakllanadi? Bu haqida coin pattern videomiz bor, uni ko'rsanglar bo'ladi. U yoqda razvorot qanaqa shakllanishi tushuntirilgan. Tak, menimcha sodda qilib tushuntiryapman. Mana bunaqa deyapman. Masalan, mana bitta likvid zona bo'lsa, narx bitta chiqmagan bo'lsa, oddiy ishlatib ketaveramiz. Oddiy order blok yoki oddiy Fibonacci qilib ishlatib ketaveramiz. Masalan, oddiy qilib. Narx qaytayotganda mana. Oddiy qilib ishlataveramiz. Lekin likvid zonani bitta ichib qaytadigan bo'lsa, boshida baxt qush qo'ndi degani.
Mana bunga o'xshab mana. Mana bu yerda bizda zonamiz bor, likvid zonamiz, bayga ya'ni support, narx pastga tushdi, hammani stopni yig'ishtirdi va tepaga ketyapti. Tepaga ketgandan keyin bizda mana bu joyda order blok bor va Fibonacci'ni tayyorlab turamiz. Вот. Narx qaytib kelyapti, order blokimizga kiryapti, biz bayga kirishimiz kerak va narx mana qancha yurganini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu 15 minutlik time frame, katta time frame'da ko'proq yuradi. Kichik time frame'larda ham juda aniqli. Haligi masofasi. Faqat sabrli bo'lsanglar bo'ldi, chunki bu strategiya sabrlilarni kerak. Ko'pchilik so'raydi, haligi scalping emas, uzoq muddatga strategiyasi bormi deb. Mana shu uzoq muddatga strategiya. Ana endi ikkinchi part. Hozir SMC'ni bir 10% dan tushuntirmani, qolgan dalcha yana davom etadigan narsalar bor. Ya'ni Fibonacci to'liq foydalanish, likvid zonlarni bir-biriga chatishtirib foydalanish joylari bor. Likvid zonlar yechgandan keyin narx qaytmasdan yuqori kesimi bo'ladi. Shunaqa joylari bor. Boz shoshni yorgandan keyin Fibonacci tortish 1618, 2618 zonlarimiz bor. U haqida keyin gaplashamiz. Ikkinchi partga o'tamiz. Ikkinchi part sizlar uchun qiziqroq bo'lishi uchun, keyingi efirlarimiz qiziqroq bo'lishi uchun shunchaki ozgina gap tashlab qo'yaman, o'zingizlar u yoqni izlanib, keyingi efirimizni tayyorlab turasizlar. Demak, birinchi qiladigan ishimiz audio USDni narxini hozir ko'ramiz. Demak, mana bu yerda audio USDni narxi 0.656.70. Undan keyin USD yana narxini topamiz. USD yana bu yerda hozir yo'q ekan, qo'shaman. Вот. USD yana bor ekan. Audioni bor. USD ham qani? USD mana USD ham. Hoppa. Qani endi yozuvni topib olishim kerak. Bitta xato yozuv va mana ketdi qaytib voqeaga. Всё. Demak, USD yenamiz narxini yozamiz hozir. USD yenamiz 142.508. Ikkita parani biz aniqlab oldik hozirgi narxini. Вот, yana Fox ko'rsataman. Demak, AUD USD ko'paytirilgan. X qilcham ko'paytirishni. USD yana teng bo'ladi USD JPY ga. Shu narsani bilarmi deylar? USD JPY mana AUD JPY. Давайте mana hisoblaymiz hozir. Kalkulator olamiz. Hisoblaymiz 0.656.70 ko'paytirilgan 142.508. Teng bo'ladi 93.508 ga ekan. Demak, teng bo'ladi 93.508. Xo'p, 93.508 Audi yenamizdan narxi endi. Audi yana mana Audi ham 93.583 ekan. Vot, mana shu narsani tushuntirmoqchim sizlarga. Demak, buni ko'paytirdik. 93.508 chiqdi, lekin hozirgi momentdagi Audi yuzi narxi 583. Orasida 80 punkt farq. Va sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiya keyingi darsda qanaqa qilib ishlashni o'rgataman. Bu matematika. Buni ham to'liq tushuntirmayman, chunki buni orasida matematik narsalar bor. Sizlar boshqa qotib yurmanglar. Ildiz ostida 2, pisoni ko'paytirish, yana o'sha ko'paytirishlar bor. Buni orqali nima kelib chiqadi? Bu orqali kelib chiqadigan narsa ikkita parani yurishiga qarab, uchinchi para qanaqadir raziyada bo'lsa, o'sha raziyadan biz unga qarshi kirishimiz yoki kirishimiz kerak emasmi, naborotmi, o'sha narsani aniqlab biz bitim ochamiz. Va o'sha bitim 1-2 kunda joyiga narx qaytib kelganda foyda qilamiz. O'shaning uchun bu scalping emas, uzoq muddatli bo'ladi va hech muddat mana shu narsadan foydalanib turishadi. Orada matematika bilan shug'ullanadiganlar, bu mana strategiya emas, bu anaqa bor. Matematik bor, oldin ham aytganman. O'sha matematik ishlatadigan strategiyasi uzoq muddatli strategiya, 2 kun, 3 kun kutiladi, chunki narx bitta joyga uchib ketgan bo'lsa, qaytib keladi. Doim o'sha giperboritskiy bir-biriga bog'langan narxlar, hamma paralar bir-biriga shunaqa chambarchas bog'langan. Shu esdan chiqmas. Chambarchas bog'langan. Mana shu ko'pchilik bu narsani bilmasdi. Bitta men audio USD bilan USD yana kelishtirdim. Boshqalar ham tiqilib yotibdi. Bu yerda men ko'paytirdim xolos. Bo'linadiganlari bor. Ildiz ostiga 2 bo'linadiganlari bor. Haligi Pifagor teoremalari bor bu yerda. Matematik men ham ko'rib hayron qolganman. Men buni ishlatmayman. Nimaga? Chunki bu uzoq muddatli strategiya. Menga uzoq muddatga hozir ishlatgani menga qoniqtirmaydi. Men endi sal jaydara bo'laman, shuning uchun scalping yaxshi menga. Fibonacci bilan uruylar bilan ishlab ishlayman. Bu haqida keyin yana gaplashamiz. Agar mana shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirgi kommentariyaga kiringlar yoki mana shu videoning kommentariyasiga yozinglar. Bizga qiziq deb yoki yorvorayishni deb yozinglar bo'ldi.
Все, yorvoration. Demak, agar sizlarga shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, yorvoration deb yozib olsanglar, все. Video tugagandan keyin video tugida yorvoration deb yozib qo'yasizlar, все. Xo'p, MFF biza yutganlarimizni ertaga jonli efirda aniqlaymiz. Instagramda bo'ladi, kutinglar. Faqat bugungi efirimiz shundan iborat edi. Sizlarga birinchi strategiya SMC ni qisqa joy, ya'ni liquid zona narxi yechib qaytib kirganda order blockdan foydalanish holati va Fibonacci ko'rsatdim. Ikkinchisi mana bu matematika, ya'ni hamma parlar bir-biriga uzviy bog'langan, hamma narxlar bir-biriga bog'langan, bu butun boshli bir sistema va kvant kompyuterlar tomonidan boshqariladigan sistema hisoblanadi. Shuning uchun o'rganinglar, izlaninglar, strategiyalar juda ham ko'p. Menda hali o'shancha strategiyalar bor. Как shunaqa? Tushuntira oldimmi menimcha? So, endi 5000 savol javob qilamiz. Savollar bo'lsa beringlar, savollar bo'lsa bersanglar, savollarga javob beraman. Shu bilan efirni yakunlaymiz. Soat 10:37 bo'libdi, mayli 10:45 gacha 8 minut vaqtinglar bor. 8 minut hamma anaqa bo'lsa, oting qurib savollar bo'lsa beringlar. Yo'q, hozir kommentariyada yorishing demanglar. Bu efir tugagandan keyin, saqlanib bo'lib qolgandan keyin yorishing deb yozib yuboringlar. Faqat hozir emas. Tomoq qurib ketdi-yu. Tak. Boshlanishiga MFF tarifini qaysi tavsiya etasiz? 100 ming. 100 ming tarif, chunki selektiv qilish qiyinroq. Fibon nastroykasini ko'rsating. Fibon nastroykasini ko'rsatingmi? Fibon nastroykasi mana bunaqa. Ilhomjon kommentariyada yozib menimcha Zefibo yaxshi, o'quvchilar maqtashyapti. Men Zefiboni tavsiya qilaman. Hali o'quvchilar hech kim yomonlamadi. Fibonacci bo'yicha master. Tak, Fibonacci nastroykasi 0 382 618 1 268 0368. Mana ko'p turibsizlar, o'zlari videoni to'xtatib ko'rib olsanglar bo'ladi. Pastda hech narsa yo'q, to'g'risi shu. Endi xohlagan rang o'zgartirib olsanglar bo'ladi o'zinglar. Qizil zonamiz bu opasniy zona. Mana bu ko'k zonamiz, oq zonamiz bu dead zona hisoblanadi. Yana kimda savol bor? Men Fibonacci ko'rsatdim. Men ham Fibonacci foydalanaman. 1618 strategiya bo'yicha. U boshqa strategiya. NFP dan nimaga Tiani buy oldingiz? Vot, savol kelibdi NFP dan. Nima sababdan non farmni hammasiga kirganda siz buy kirdingiz? Vot, mana shu muammo. Bu haqida eng qizig'i bu signalni men onlayndagi o'quvchilarga oldin aytdim. Bolalar bugun da buyga bosamiz deb. Qatgacha уже ichkada yoshlar ham turibdi. Ozgina pastga bitta uchadigan joylar ham turibdi. Birinchi signal. Birinchi signalimiz trendimiz tepaga, lokalniy, globalniy mana bu bo's yorilgan va narx qaytib kelyapti. Qaytib kelayotgandan keyin bizda Fibonacci mana bundan tortadigan bo'lsak, 0618 zondan atkatimiz bor. Bu degani narximiz 0618 zonasiga tushdi degani. Agar narx 0618 zonasiga tushadigan bo'lsa, keyingi qaytishdan 0618 dan atkat kutishimiz kerak. Xo'p, non farm bo'lgan mana men yashil bo'lgan kunida men minimaldan maksimalga tortaman. Ko'rgan bo'lsanglar, bir kun oldin narx shu joyga kirib kelmagandi mana. Bir kun oldin 1618 narx kirib kelmagan edi. Men kutib o'tirdim, narx o'sha 1618 kirib kelishini. H4 o'tamiz. H4. Vot, non farmdan oldin o'sha narx kirib kelmagan va bizda liquid zona paydo bo'lgandi. Men bir liquid zona paydo bo'lganda, men bilardim hammani stop loss ketishini. Lekin ozgina kech qoldim. Narx pastga bitta tushganda bayni bosdim, uje ket bo'lgan ekan tepaga. Men bitlardan bay olmoqchi edim, men bit top tashadi. Uje ket bo'lgan, narx uje ket bo'lgan. Sekund tuspet qilmay qoldim. To'g'rirog'i broker ochtirmay qoldim. Вот всё. Ya VIP kanalda signal bekor olib turibmiz, zo'r foyda chiqar deganman. 0 olib turdik. Xo'p. Mana shunday bo'lish kerak. Narx bitta chiqdi, tepaga bayga chiqdi va mana shu tochkasida yopdim. Mana shu tochkasida yopdim. Nega tochkasida yopdim? Men bu maksimaldan minimalgacha tortdimda, deadline zonaga kirdi, men yopdim bitimdan. What? Easy. Qiyin emas. What? Mana shu narx shu kirdi bo'ldi, men yopdim. 0618 ga endi ikkitasini yopdim deb hech qanday yopdim. Va mendagi o'z eski o'quvchilarim o'zi ichkariga borishgan, buy shop qo'yganda nima qildi? 705 yopinglarni yopdi. Undan keyin nima qildi? Sell olish kerak ekan ishni. Undan keyin sell tushdi. Pastga tushgandan keyin 23.6 bizani take profit zona, bu juda dahshat qo'yaman hozir. Всё, keyingi savolga o'tinglar. Menda 0.79 zona yo'q-ku. Nastroykani to'g'rilab olasiz. Bu 0.79 hech kimda yo'q. Bu nastroykani to'g'rilanadi. Likvidatsiya vakifmi? Yo'q, vakif emas. U boshqa. Tak. $100 qancha bo'ldi deb yozdim.
$276. Hozir bilmayman, hozir qaraganim yo'q, bozor past qaraganim yo'q. Fibo minus o'rgat. Yo'q, minusini men hozir o'rgataman. Mendan o'rgatgan narsa so'ramanglar. Bugun mavzu bo'yicha savol bo'lsa beringlar. 4 minutdan ko'p bo'lmay efir. BBM strategiyaga o'rgatasizman-da. Sizlarning BBM strategiyaga qarzim bor, uni o'rgatishim kerak, o'rgataman. Martingale bo'yicha hali ham ishlaysiz. Yo'q, Martingale bo'yicha boshqa strategiyamiz bor, o'sha bo'yicha ishlanadi. Inducement bilan mitigation farqi nimada? Inducement bu yorish jarayonini hosil qilgan zona inducement deyiladi. Aytmoqman, esimchini hal narsasi ko'p. Inducement bu coin pattern bilasizmi? Coin patternning chatdagi zonasi o'sha inducementga o'xshagan narsa. Ya'ni inducement yorishga yordam beradigan zona bu inducement deyiladi. Keyingi podkast qachon bo'ladi? Podkastga hozir odam topa olmayapmiz. Hamma treyderlar yo'q, men unaqa narsa aralasha olmayman, men unaqa narsa chiqmayman. Juda ko'p treyderlar yo'q deyapti, отказ berishyapti. Qaysi treyder podkastga chiqmoqchi bo'lgan? Davay, chiqinglar. Hozir Ilhomjonni Zefiboni olib chiqmoqchi edik, tanish bilish bo'lib ketmasin deb, yana negativ ko'paymasin deb bitta odamni olib chiqib, keyin u bilan qilamiz. Onlayn tekin qilasizmi? Ha, onlayn bo'yicha onlayn tekinligini qanaqa? Birinchi marta aro trade ochganimizda bizni aktiv ko'tarishimiz uchun men bilimni tekinga ulashganman. Qanaqa? Offlayn kurslarni, onlayn kurslarni hammasini $500 to'lov qiladi va kurs tugandan keyin pulni qaytarib oladi. Xuddi shunaqa 300 dan ko'p o'quvchini o'qitganman, sanovisida 3-4 soat atrofi. O'qitganman, ularning pulini qaytarib berganman. Dars tugashi bilan u paytda endi shot qilib beraman deganman, shot qilib berganman. Keyin shot yurg'izishganda o'sha shotni foyda qilgan o'zi ichib olgan, minus qilgan o'zi bo'ynida, u mardashmaganman. Hozir bo'lsa uchinchi sentrda juda ham ko'p. Ular orasida marketing bo'yicha musobaqa ketyapti. Bilayotgan bo'lsanglar, ham uchinchi sentr orasida marketing bo'yicha, reklama bo'yicha musobaqa ketyapti. O'shaning uchun men musobaqaga marketing yo'nalishi bo'yicha emas, bilim tomonlama yondashyapman. Ya'ni tekinga bilim pul to'lov qiladi va dars oxiri qaytarib oladi. Bu shu. Fibonacci o'rgatamiz. SMC indikator to'g'ri ishlaydimi? Nisbatan to'g'ri ishlaydi. Menda nastroykada 0.79 yo'q, hozir tushuntirdim. MFF ni qanday o'tsa bo'ladi? Siz qanday o'tsa bo'ladi sizdan? Menda MFF qanaqa o'tasiz? Trend bo'yicha savdo o'rgatasiz. O'y, strategiya ko'p mendan. Strategiya ko'p. Bitta o'rgataman-da. Bir kun hammasini o'rgata olmayman-ku. Bir kundan 1 minut qoldi efir yopaman. Matematik analizni o'rgating. Yo'q, bugun emas. Matematik analiz bu matematikaga oid aytaman, bu scalping emas. 2 kunda, 3 kunda tek uriladi bunda. Yoki 2 kunda, 3 kunda 80 punkt ishingiz xolos. 100 punkt, 80 punkt 2-3 kunda bir. Yangi indikator ko'rsating. Ha. Indikatorlarim bor, 200 tacha indikatorlarim bor, 200 tacha robotlarim bor. Buni o'sha aytganman. Yopiq gruppa qilib o'sha gruppaga qo'shamiz deganman. Bu shartlari bor. Bo'ldi, efir yopildi. Soat 10:45 bo'ldi. 45 minut sizlarga bir nima tushuntirdim. Video uzoq bo'lib ketmasligi uchun, zerikib qolmasligi uchun men efirni yopaman. Hammaga rahmat, kirganlar uchun, podдержка uchun rahmat. Aktiv ko'tarsanglar, men yana ham ko'proq narsa o'rgataman. Iloji bo'lsa, video, masalan, post qo'yamizmi video, o'rtog'iga jo'natvoringlar. Qo'yamizmi, kimlar aktivga qo'yinglar. Aktiv ko'paygan sari men ko'proq narsa o'rgataman sizlarga. Men xarakterim shunaqa, o'zi bilasizlar. Orada aktivim tushib ketdi, men yo'qib ketdim. Mana oxirgi qo'ygan videolarimizda prikolli podkastlardan aktiv ko'tarildi, men sizlarga yana efir qo'yaman. Aktiv ko'tarsanglar, всё. Men hamma narsa beraman. Aktiv ko'tarsanglar bo'ldi. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Ertadan boshlab yana savdo qilamiz. Paka, xayr. Aro sizlarga. Hammaga rahmat.